Mening ismim Adam. Etner padşalığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. O yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqirib qattiq tovlayman. Ma'lum Bu çağda yolvas Ərish yollusuga aylanadi. Men Xiymanga, alemdeki en kudretli adamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadotberi so'zsiz. Yasao, Dink va Orko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Chiqqan naga ketishdim? İşni tugatgandan keyin nemishga taklif qilishmaysan? Biz biraz avarchilik yo'liqdi qiskilish. Sizlar yer sharni ordini ostiga olib qo'ydinglarmi? Gapning rostini aytsak, Hemen bizni tutib olib yer sharni bo'lib ketdi. Bu kalvala. Chiqqan qaytib ketib, shu yer sharni tepib kelish. Agar bu qitim yana mag'lub bo'lib, quruq qo'l kelishsang, meni 100 xotira qilmadi deyishma. Bundaqda sizlar ularning qo'lidan yer sharini tatib oldinglarmi? Shundaq. Hozir yer sharini Galiskar qalasiga o'shirib qo'ydik. Yaxshi qilibsizlar. Bu gapni menga demay Xiymangida. Menmi Xiymanga da'vatiman bu. Kirin. Adam, dadan seni hamma yerdan izladi. Na ketding? Hech nega bormadim. Ordadagi ba'zi bir ishlarni bijirdim. Tayliq chataq terib yurgansa, bo'ldi. Sen yaxshisi buni o'zing berib Shahdodanga aytqin. Dadaning sen hayron qolgandek ishi bor ekan. Ana, bu sening bir navrining Gilimir. O'tganda ko'rganimda tek kichikdi. shundoqmi? Gilimir bizga mehmon bo'lib ketdi. Onu sana topshirdim, obdan o'ynat. Dada, undaqda ordadagi vazifam yo'q. O ishlarni qo'yib turib Gilimirni o'ynatib kel. Buningga sen ustugo, Ma'qul. Jo'r navrinim. Navrinim deb chaqirma. Kechirgin. Gilimir, bu kishi Yasavul bo'ladi. Sizning bir haqiqiy ismingiz yo'qmi? Do'stlarim meni Dinkin deb ataydi. Bu ism ancha yaxshi emas ekan. Anglab turgin, sen. İsmim Orko. Seni ko'rgimga intayin xushalman. Yaxshimisan? Agar qiziqsan, sehrgarlik o'yinlaridan bir nechini o'ynab beray. Keyinchi bir narsamiz. Qaranglar bu narsalarni. Bu nima? Ehtiyot qil. Bu men yengli yasab chiqqan tosh eritish mashinasi. Nimaga ishlatildi? Toshni ziroat o'sadigan tuproqqa aylantirdi. Uni tiz qo'yib qo'y. Men tex uni sinab qilib baxmidim. Ansirmang, men sizga yordamlashib sinab boqay. Unda qilma Gilimir. Kechiringlar. Ammo men sinab qilindi-ku. Sana az to'la adab, axloq va boshqalarning narsasini asrashni o'rgatsa bo'lgudek. Biz nimishki mehmonxonaga bormaymiz. Yaxshi maslahat bo'ldi, Orko. Bag'in, Gilimir, sen bu yerda xeli ish teriding. Gilimir, sen Yasavulga nimishki bundaqa adabsizlik qilsan? Men cho'nglarga o'ch. Ular doim mening xohishimni chetlashga muroq. Lekin odam bilan Yasavul yaxshi kishilar. Ular o'yin o'ynashni yaxshi ko'rdi. Rostmi? Qani, ko'ramiz. Gilimir haqiqatan ajoyib bir bola ekan. Adam, men u bolani bizga hamon bir cho'ng bola qazatib beramdikin deb ansirayman. Men uningga qarayman. Biroq boshqa ishlaringmi bor-da? Masalan, dalaga chiqib bu tosh eritish mashinasini sinab qilishimga yordam berishing kerakdi. Unutib qolg'ili tasdiq qildim. Bo'ladi. Undaqda kimning ta'liq bo'lsa Gilimirdan shu xabar et tursin. Bo'ladi, shahzoda Adam. Undan men xabar olay.
Gelimir, sen Lelman bilen billi bolun. Av maşınlarga kalaymıqa çekilme, ular bek xatarlik. Buludu. Hatırcam bu, mening bolalarni yaxshi boshqarish çarem bu. Yeni bir kadem. Yeni bir kadem gel. Yeni bir kadem. Bo'ldi, endi qilmayman, bo'ldi qil. Yeni kımızdan padişahı beni izletlemedi değil mi? Mening beshim og'rib ketdi. Qani, bunisini baqayli, uni ezib et. Ben qattiqqa izamidi. Çekiniverek dur. Biz taşı eritiş maşinisinin qanday qildiganligini ko'rib baqayli. Yana bir ketim sinab baqayli. Endi bir az yumshidi. Bu mashinani men tezroq tekshirib baqay. Biz süratni tezletishimiz kerak. Lanman naqchan nas bosdi. Gelimir! Gelimir! Sen qayada? Gelimir! Astah! U balını yutturib qo'ysam, shahzoda odam meni bo'sh qo'ymaydi. Astah bu Gelimir! Gelimir! Javob bersang-chi, Gelimir! Buldu. Bu bek yaxşıken. Gelimir! To'xta, bu o'yinchiq emas. Gelimir! Oxiri qizil ko'nikini bassang u to'xtaydi. Ben diyenim yaxşı bir çağrı var. Hemen yer şarını nagi bolsun yoşurib qo'yalaydi. Amma iskili shah bizni yer sharini tepib kelishga qistavatidi. Daim onun diginini qilishini hajaqma zerikdim. Astiraq so'zla, iskili shahning quloqi uzunjimi? Mimakarim. Bo'ldi, Telekilopus. Bizning kuchimiz bor. Faqat biz. Ay, o nima? Aniq ko'ranmidi? Dur bunun bilan qara, döt. Bir o'g'il bola uchar mashinani haydab ketyotidi. Uning keyinda Lanmanmi balki? Qani biz ularning qanday qishqa uchraydiganligini ko'rib boqayli. Tanşa bulay deb qoldim. Qara, o bizning uchar mashinamizda qiladi. To'xtat, siz to'xtat! Ay, to'xtat! Ayca. Buludu. Abla, kısılıp kaldı. Kuzullah! Gelimir o, çatak çık hadi. Tez bol dostum. Balon çıkıvadı. Ben de geçti. Neyme? O bir yerde neymiş kılıdı? Endi ko'rib boqayli. Hujumchi mashinani toshning kayniga haydab bor. Heymen, ben seni körəmən dep oylap mı bakmaptım he? Neymiş oldu? Şahzade adamның bir nevri inisi Gelimir. Bunu haydap görüp bakay degendi. Neymiş ka Gelimir? Ben bunu kısıkarlık deptim he. Bu adamı yardar kılışı mümkün. Ben bunu kıskarlık dep karmayım. Lekin sen beni kutkazdın, hiç iş bulmadık o. Sen muşunda qilsang hamon bir kuni hech kim yig'ishtirolmaydigan cho'ng bir chatoq chiqirsa, Gelemir. Ularni ko'raldingmi? Ben körüş eynigi arkalık ulanın aşı taşının keyinde işgelligini köydüm. Biz yeniden tədqiq qilib yasagan taş eritiş maşinisini sınav atattık. Sen işini tügetkiçe öyde cim oturup dur. Ama adam bozağına ayrılıp gelsen buldu digendi. Adam senin bayağı işini ufsa çokum Hime'nin fikrini qollagan bo'latdi. Avi oğul bala kim o? Bilmeymen. Qaraganda onun hech qanday bilgisi yo'q taqılıdı. Ehtimal biz uningdan obdaroq foydalanamiz. Qaraganda tangshilib bo'lgandek qiladi. Endi bir oz kuchini oshirib baqay.
Oo, bek yaxşı oldu. Bu tuprak ayrışkisini ağaç keteyli. Menimce o ziraat üstürüşki muvafık gelidi. Qara, Xiyman bayat yer şarı yo'q-ku. Yer şari deganni tilga mahtil qilibs. Meningcha oyin kashfiyat texim qimmatga ega. O bir taş eritish mashinasi ku. Uning bilan Galiskar qalasining mudofaa temini eritvatkili bo'ladi. Demek iskili şah bösüp kira alaydi ekanda. Nemishqa iskili shahning bosib kirishiga yo'l qo'yamiz. Bu uskuni bo'ladi ekan, bizning har qanday choramiz va kuchimiz bo'ladi. To'g'ri. Shundoq bo'lmaychi. Undaq bo'lsa hazırlı berib uni akilayli. To'xtab tur. Hozirli bo'lsa Xiyman bilan bevos tutishib qolamiz. Undaqda uni qanday qo'liga tushiramiz? Amal qilaman deyish hojatsiz. Meningcha shu o'g'il bola bizning u narsani qo'liga tushirishimizga yordam beradi. Bu adillik emas. Sen meni bozağına aylanıp gel degendin go. Lekin men seni o mashinlarni tutma degan. Lekin ben oynashib shundoq qilgan. O'zingga qiziqarlik bo'lgan bilan lekin boshqalarga intayin xatarlik bo'lishi mumkin u. Men o'zimni boshqara olayman. Menga boshqalarning yordami kerak emas. Bugun yomon emas ish qildik. Uning bilan ayrim paranglashbaqa yasavul. Mening hukmiga qilib qo'y. Sana hech kimning yordami kerak emasmi? Shundoq. Ammo men menga ko'ngil bildirgan kishilarning yordamiga muhtoj. Har qanday kishi buningga o'xshash. Xiyman boshqalarning yordamini olmaydi. Undaq emas. Sen qandoq bilirsen? Men Xiymanni senden obdarak tushiraman. Qara, garchi senda o'zingning g'amini yeyish iqtidori bo'lsa-mu, agar sen qilgan ish boshqalarni yarlandirib qo'ysa, sen qanday hissiyati bo'lasan? Agar boshqalarni yarlandirib o'ltirib qo'ysan, qanday qilasan? Obdarak o'ylab baq. Boza aylansa, boshqalarni yorlandirib qo'yamdikan. Bo'ldi. Sen bu magnetik o'qni sinab baq. Endi meni zeriktiryapman. Yuzda bir nishon bor. Men bu narsani setib olaman. Sening pulun yetamdi. Bu pulga yetar. Shundoq. Endi bu narsa sizga mansub bo'ldi. To'xtab tur yigit. Pulni men to'ladim. Ammo sen mening kichikkina bir chaqchaq qilishimga yordam bersang, bu sana mansub bo'ladi. Kimga chaqchaq qilasiz? Bir konu do'stim Yasavulga. Heliqi mijoz o'sal kishigimi? Shundoq, uning tajribxonasidan nur chechib turadigan bir kichik quti bor. Uning tosh eritish mashinasi? Sen uni akilib ber. Undaqda men bu magnit o'qqa erishalayotganman-da. Bu tozimi qiziq bir chaqchaq bo'ldi. Bu amaliyotda Xiyman va butkul Etnir podshohlik qilingan chaqchaq. Atili uyinga qaytsan Gilimir. Bu yerda xeli ko'ngillik o'ynagansan. Hali yaxshi o'ynadim. Alilri, adam tosh eritish mashinasini birsi o'g'irlab ketibdi. Bu yangi kashfiyot ko'pchilikka baxt yaratadigan bo'lsa, uni kimmi ep ketgandi? Tasavvur qilish tas. Bizning plantida eng qattiq jism nima? Galiskar qalasining qo'rshovtimi? Uni men olmadim. Sizlar nimoncha o'qib ketisizlar? Iskelet shah uningdan foydalanib Galiskar qal'asining qo'rshov tomlarini buzib talaydi. Agar mushundaq bo'ladigan bo'lsa, butkul Etnir podshohligimi Alvastlarning qo'liga tushib ketadi. Bunun bilan ko'pchilik ziyon uchrab o'lib ketami? Kelimir, sen birer ipuchini bilemsa? Ozroq bilaman. Bu ishni aytmayim, bizga tez aytib bersan, nimani bilasan? Tosh eritish mashinasini men olgan, bir qir xotin menga ol degandi. Nima? Bir qiri xotin? O cho'qin ayvilim. U mening magnit o'q setib olishimga yordam berdi. Ammo sen bir cho'ng balo qazo teribsan. Yasavul, atrat boshlig'i Dila jiddiy holatga o'tsin. Etnir podshohligining istiqboli Xiymanga bog'liq bo'lib qoldi. Tez! Men xatoligimning o'rnini to'ldiraman.
Gelimirning çataq teriydiganligini burunlu paraz qilgandim. Qara, meningcha u hozir rostini qo'rqyapti. Ehtimol bundan keyin o'shini topa. Meningcha u baldurak o'shini topsa bo'ladi. Onu to'g'ri qo'ya olsamla, Galiskar qal'asining mudofaa temini eritib, u yerga makalish olaymiz. Diqqat! Sezish apparatining o'lchash jadvalidan qaraganda yer shari mushi atrofda. Galiskar qal'asi aslida Xiymanning yer sharini yo'shirgan yer ekanda. Uni harakatlantir. Uni malli kontrol qila olayman. Bo'lmasa to'xtamay yo'g'naydi. Buni faqat Galiskar qal'asining ichida vayron qilayotgandan keyin ishchidan gumron qilish kerak. Hozir o'sha tomni eritaylik. Kelganligini his qilyaptimi? Dushmanlar qal'aga hujum hujum qilyapti. Ha? Uni Eyvilin qilgan. Qal'aga kirish ishiga yerilishga boshladi. Shiddatli kuch bilan kelyapti. Men taqobil turolmayaptimi? Meyrangmazligini yig'ishtirib ol, Eyvilin. Xiyman, tez, ishqirga. G'ayrat qil, Xiyman. Qara, ko'rik ichildi. Qala bizning bo'ladigan bo'ldi. Hamda Xiyman bizga hech qanday amal qila olmaydigan bo'ldi. Xiyman, yaralandingmi? Gelemir, mening tosh eritish mashinamni aka. Bo'ladi. U balani to'sib ol. Magnit o'q bilan mashinani tez qaytirib kel. Agar biz buni texnik iqtidorini joriy qildira olgan bo'lsak, Endi bo'ldi. Navbat san keldi, Eyvilin. voyja, meni tez qo'yib Tez qo'yvat, tez qo'yvat, tez. Yasavo, qapizin qani. intayin xushalman. Xiyman, tez bo'l, ichkiriga. Galiskar qal'asi xatarda qoldi. Sehr onu to'siy olmadi. Faqat sening kuching orqali uni to'sig'ili bo'ladi. Kuchingning berichi ishda, Xiyman. Butun kuchingni chiqar. O kichiklidi. So'siriz. Meni deriziyani opirib qo'ya olamsa? Rahmat sana. Meningcha bu yer sharini sakirtishning yaxshi usuli. Men xo'shlashishdan ilgari sizlarga o'zimning chataq terganligimdan qattiq pushaymon qilganligimni aytmoqchiman. Odam hamma xatolik o'tkazadi, Gelimir. Sen hech bo'lmaganda xatoligingni saboq olasa? Undaq emasdi. Sen magnit o'qni naqadar to'g'ri tashlading. Maqtig'iningizga rahmat. Ammo u siz ko'rsatgan aqlda. Xiymami xushal bo'ldi, chunki sen unga yordam qilding. Sen shundoq deb qaramsa, yo'q u deydimi? Meningcha u cho'qim shundoq deyishi mumkin. To'g'ri. Xayr, xo'sh. Bu qitimki safarimni menga unutmayman. O'z odamlarga ko'ngil bo'ladigan kishilarning nasihatini anglayman. Xayr, xo'sh. Ay, Glimmer! Magnit o'qimni ele bilishni unutib qoldim. U bu yerda. Oku, uni tashlab etma.
Kechirgin. Nemişki taşlamayman. Mana bunun akıbeti. Gibiyonun mendisini düşendim. Ay, ne bırak durumla? Kızala! Oko, Gelimir bu katim özgürüp yakşı adam oldu ha? Şundak bulmaçı. Dakat o savaklarını kubul kılıp öz beşimçilik kılmışlar. Samimi ah köngül boslar. Tabii halde yakşı bolgan buldu. Deginin to'g'ri. Başkalar razı bo'lsin desang, yurish turishda adaptik bo'lishing, boshqalarga yordam berishni xo'shallik deb bilishing kerak. Biz mi seni yaxshi ko'ramiz emasmi? Şundakmı? Endi ben hiç kandak yardım veremeydiğim buldu. Nemishqa? Çünkü endi ben sizlerge hayır hoş deyişim gerek.